Do'stlar, mo suvimizni muzdaligini qaranglar. Tabiiy suvimizni muzdaligini qaranglar. Bu yerda tagidan shu darajada muzday chiqayotganki, hech kim kutmagan territoriyada bunaqa suvimiz bor deb o'ylamagan ham. Tomog'ida anginasi borlar, oldindan hushyor bo'lasizlar. Uchtepa tumani Garimdon MFida mana Azbiy akamlarda do'konining yonidagi samoxod suvimiz o'zinglar bilan birga o'lchab beramiz. Tog'a bu suvimiz ne chiqadi deb o'ylaysiz? O'z fikringizni ayting mana xolisona. Birga o'lchab ko'ramiz. Eshonguzardan yaxshi chiqadi deb o'ylaysizmi? Mana bu suvimiz 187. Eshonguzardan mana 100 sifra past suv chiqyapti. Ko'proq Qo'qonlikqa yaqin suv chiqyapti. Tog'a bu suvimiz haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketalasizmi? Bu suv eshitishimizga qaraganda 60-61-yillarda Abdulla Rahmonov kolxozni raisi boshchiligida 21 ta shunaqa artizan ko'ylar. Bu necha metrdan chiqadi tog'a bu suvimiz mana? 450 metr. 450 metrdan chiqadi. 450 metrda yozda issiq, qishda sovuq, muzday chiqadi. Bir nechtacha xo'jalik toshib ichadi aka bu suvimizni? Mana shu atrofdagilar Qashqari deylar olib ketadi. Ha. Bilgan odam mana shu yerdan toshib ichadi. Mana qo'shni mahallalar. O muzeyligiga nima deysiz tog'a? Bu mana yoz jazirama issig'ida mana mashinalarimiz qaynayapti, quyosh mana atrof Yozda muzday chiqib turibdi-da. Angina bo'ladi. Anginani shirpayishi mumkin deysizda. Yo'q, men akalar suv muzdayligi gap yo'q, mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. 187 ta to'xtadi suvimiz. Bu Qo'qonlik bilan bir xil natijani ko'rsatyapti. Menimcha bu suvimiz bunday chiqishini hech kim kutmagandi. Shunaqa sifatli suv tozalash uskunalari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Suvlaringni bepulga analiz qilib, o'zimizni ma'qul kelgan filtrlarimizni qo'yib beramiz. Qo'shtepalar, bu suvimiz haqida qisqacha ma'lumotlar bo'lsa, kommentariyaga o'zlaring yozib qoldirib ketinglar. Xudo xolasa, Farg'ona nomeradan suvni o'zingizlar bilan birga aniqlaymiz.